Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bilolov kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan bir partiya qo'yimiz video qilamiz. Bari qo'chqor. Qirg'iz partiya, Qirg'izistonda qo'zi qo'chqorlari. Yemlashga tayyorlardan kelgan ekanlar. Bir partiya 15 ta soni. Manzilimiz, adresimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'idan video qilyapti, o'qituvchilar qishlog'idan. O'zimizning xonadonimizda. Soni 15 ta. Bari qo'chqor, ichida pichma yo urg'ochisi yo'q. Yoshlari akalar, yoshlari kelsak 7 oy atrofida taxminan. Yemga tashaverasiz. Bemalol. O'tkazing baq, ha. O'tkazing, ha. Bari qo'chqorlarga ko'rib turibsizlar. Suv ichasiz. Suv ichishlarga qarang aka. Agar buni sizlar ko'ryapsizlarmi? Qirg'iz partiya. Toza Qirg'izistonlik. Bemalol. Zotga ham baqorasiz, yemga ham tashaverasiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, bir jega akalar 3 million 300 dan ketaveradi. Hammasini olganda vodiy bo'ylab Toshkentgacha azdan xayri bor, kelishadigan jeti bor. Telefon qilaverasizlar. Orqalari ham kelishgan. Bo'y liboslari 70 plus 75 gacha. Like bosib, mana qo'chqor olaman degan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Bari uzun qo'chqorlar. Uzun kelishgan kalta emas, hammasi uzun. Masalan, yemga tashlasangiz, yemni ham ko'taraveradigan variantidan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.